Assalomu alaykum azizlar, mana Xudo xolasa sammo'janimizni yangi sammo'ja avtopavzali sammo'jamizni uстановка qilish jarayonini Xudo xolasa bitirdik mana. Andijonda Baliqchi tumani Serquyosh mahallasi Xudo xolasa mana chiroylab imkon qadar bitirishga harakatini qildik. Mana qoldi. Azlar mana kelaverasizlar. Hammasi ular chiroyli variantda qilib dizaynlarni ham yorib imkon qadar chiroyli qilishga chiroylilab bitirish harakatida bo'ldik. Mana azlar ko'rib ko'raverasizlar. Qolsa chiroyli mana bitirdik. Motor qismini ham imkon qadar hammasi ideal holatda ketyapti. Ozgina ishlarimiz qolgan.